Yaponcha salatni o'zbekchasini tayyorlaymiz. Qaynatib pishirilgan mol go'shtini parrak qilib to'g'rab olamiz. 1 osh qoshiq soya sousi bilan aralashtirib qo'yamiz. Yashil, sariq, qizil, bulg'or qalampirlarini mayda somoncha qilib to'g'raymiz. Salatlarga doim bulg'or qalampirini ichki pardalaridan yaxshilab tozalab oling. Pomidorlarni ichki yumshoq qismini tozalab, mayda somoncha qilib to'g'raymiz. Bodringni ham xuddi shu shaklda to'g'raymiz. Xohishga qarab ko'katlar to'g'rab olamiz. Tabga ko'ra tuz, paprika, maydalangan murch, yarim choy qoshiq sirka, koreys tuzidan maydalangan sarimsoq, piyoz va qizdirilgan ozgina o'simlik yog'i qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Salatimiz tayyor bo'lguncha buyurtmamiz ham yetib keldi. Salatimiz yoniga tovuqchidan qarsildoq kepsilar buyurtma berdim. Mazali va qarsildoq kepsilar oilamizga manzur bo'ldi. Yeganlarga osh bo'lsin, ofiyat bo'lsin. Hoziroq buyurtma bering, Toshkent shahar bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Bizga obuna bo'lishni unutmang.